143 hadis. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Buniyal islamu ala khams. Islom dini 5 asosning ustida qurilgan. Shahadati an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh. Allohdan boshqa hech bir haqiqiy iloh yo'qligiga va Muhammad Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berish. Va iqomus solah, namozni ado qilish. Va itaiz zaka, va zakat berish. Va savmu Ramazon, Ramazon oyida ro'za tutish. Va hajjil bayt, va hajni ado qilish.